Xitoyda ham bunday qilinmagan ekan. Xitoylar ham lenta bilan ekkan-ku, lekin aynan tuproqni tagida qoldirib, eski paxtani o'rniga ekmagan ular. Endi birinchi marta bitta lenta bilan o'tgan yilgi paxta yetishtirilib 60 sentner olingan. Shu lenta joyida qoldida shu yerga g'alla ekildi. Bundan keyingi yillarda tomchilatib ekilgan paxta maydonlariga shu usulda g'alla ekiladi. Bu yerda hozir suv eng kamida 5 barobar suv tejaldi. Dalada ariq yo'q. Sug'oradigan ariqlar yo'q. G'allani orasida jo'yak yo'q. Suv yuradigan jo'yak yo'q. Ko'chat unib chiqmay qoladigan, suv yuvib ketadigan jo'yagi yo'q. Tomchilatish usuli bilan o'g'it berilganda o'g'itni behuda ketmaydi. Haligi o'g'itni sochib, orqasidan bir hafta 10 kun sug'orib, havoga uchib ketish, o'g'itni u narsalar kuzatilmaydi. 2 barobar kam o'g'it bilan haligi aynan ildiziga tomchilab borishini hisobiga o'g'itni sarfi ham 2 barobar tejalgan. Mana kombaynlarda o'rim davrida ham murakkablik bo'lmaydi, chunki haligi sakrab o'tadigan ariq yo'q. Ariq yo'q, to'g'ri, bemalol ish unumdorligi ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa mana fermerlarga ham qulaylik bo'lyapti, dehqonlarga ham qulaylik bo'lyapti, ham hosilni ko'payishiga bitta omil bo'lyapti-da. Bu shu qishloq xo'jaligiga hurmatli prezidentimiz ko'p aytadi-ki, ilm bilan yondashaylik deb. Mana ko'p narsa qatori paxta g'allaga ham ilm kirdi endi. Kam xarajat bilan suvchi yo'q. Suvchi yo'q. Dalada ko'llab qolish holati yo'q. Zaxlab ketish holati yo'q. Yengil hali tagida doim namlik, ozuqasi saqlangan holda parvarishlangan g'alla. Xudo xolasa yanagi yillarga 350, 400, 450 kilogramdan urug' ekadigan bo'lyapmiz g'alla. O'sha 1 kvadrat metrda 1000 dan oshiq don tushadi-da, shu usulda ekadigan bo'lsa to'liq unib chiqadi, tuplash kerak bo'lmaydi. Har bitta qoyani o'zi boshoq beradi. O'shanda boshoq bir xil bo'ladi, boshoq katta bo'ladi, yonidan chiqqan qo'shimcha shoxlardan paydo bo'lgan kech pishadigan, aralash bo'lib qoladigan boshoqlar bo'lmaydi-da. Bitta har dondan bitta boshoq olinadigan bo'lsa, boshoq ham baquvvat bo'ladi. Fermerlarimiz bilan birga Xudo xolasa Mirzacho'l tumani 2 yilda